Nima bo'ldi? Qarab tur. Qaratmasini qo'yib yubor. O'rtoq, nima qilursan bu yerda? Yaxshimi qalaysan, tuzumsan? Nimaga? Tinch, ishlaring yaxshimi? Shu yerdamisan? Shu yerdaman. Kecha bir ishkal bo'lib qoluvdi. Bittasi ustimdan yozib yuborib, ekspertizaga chiqazib yuborgan ekan. Shu tanishlar yo'qmi? Shuni hal qila olmaysanmi? O'zi qarzlaring ko'p og'ayni. Mayli, qo'shib borardi. Tanishlar bor. Hal qilasan. Bu holat Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan, unda patrul post xizmat xodimi pora olayotgan vaqtida qo'lga olinadi. 2001-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etgan huquqbuzarligining jazo chorasini yengillashtirmoqchi bo'lib, har xil yechimlarni topishda o'zi ta'magirlik tuzog'iga tushib qolayotganligini sezadi. Vaqtni boy bermasdan huquqbuzar fuqaro Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. O'z navbatida shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining fidoyi xodimlari korrupsion holatni oldini olishga shaylanadilar. Tanishining muammoli ahvolidan foydalangan patrul post xizmat xodimi moddiy manfaatini orttirishga uning yashash xonadoniga borib, profilaktik inspektor ish yurituvidida bo'lgan materiallar bo'yicha ishni sudga oid tibbiyot ekspertizasi orqali yengillik yaratib berish evaziga murojaatchining tanishiga 10 million so'm pul miqdorini olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanadi. Mazkur holat yuzasidan post patrul xizmati xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llanilgan.